Janoza. Prezident og'ir judolikka uchradi. Afsuski, taniqli inson bugun tongda vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Qirg'iziston sobiq prezidentining ukasi O'zbekistonda vafot etdi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Kurmanbek Bakiyevning ukasi Ahmad Bakiyev 66 yoshda O'zbekistonda vafot etdi. Bu haqida mamlakatdan qochib ketgan sobiq davlat rahbariga yaqin shaxslarga tayanib Sputnik Kyrgyzstan xabar berdi. Hozircha Ahmad Bakiyevning o'limi sabablari va tafsilotlari ochiqlanmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jasad bugun 13 aprel kuni Jalolobod viloyatiga yetkazilishi rejalashtirilgan. Marhum o'zi tug'ilib o'sgan yurti Jalolobodda dafn etiladi. Ahmad Bakiyev 2011 yilning avgust oyida bir qator jinoyatlarda aybdor deb topilgan edi. Xususan, sud uni ommaviy tartibsizliklar uyushtirish, millatlararo adovatni qo'zg'atish, tovlamachilik va firibgarlikda ayblab 7 yil muddatga qat'iy tartibli jazoni ijro etish koloniyasiga hukm qilgan. U dastlab 35 sonli jazoni ijro etish muassasasida saqlangan, biroq keyinchalik sog'lig'i yomonlashgani sababli kasalxonaga o'tkazilgan. 2012 yilning mart oyida esa Ahmad Bakiyevning shifoxonadan qochib ketgani ma'lum bo'lgan edi. Kurmanbek Sali o'g'li Bakiyev Qirg'izistonning ikkinchi prezidenti bo'lib, u mamlakatning 2005-yildan to 2010-yilgacha boshqargan. 2010-yildagi Qirg'iziston inqilobi natijasida hokimiyatdan ag'darilgan va mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. U Oq uydagi ommaviy otishmada aybdor deb topilgan va 30 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Hozirda u Belarusda istiqomat qilmoqda, deyiladi xabarda.